beramiz. 50 tonnada 90 tonnalik xonadonlarga masalan bitta domimizda 70 kishi degan bo'lsa, 70 ta xonadon. 70 ta xonadon bo'ladigan bo'lsa, 50 tonnaligidan qo'yiladi. Shu isbet qiladi. Oshxonalarga bo'ladigan bo'lsa, 10 tonna, 20 tonna, 5 tonnalik bachiklarimiz tayyor. Tayyor. Demak, любой domchi quruvchi akalarimizdan bemalol aloqa Bemalol aloqa qilsa, kanalizatsiya muammosini hal qilamiz. hal qiladi. Hid hech chiqmaydi. Hid xush bo'lmaydi. Nega javob beradi? Javob beramiz. Chunki unga hid xush bo'lmasligining sababi mana shu narsalar. Mana shu narsalar, bakteriyalarimiz xonadonlar uchun 6 oyda bir, 5 oyda bir bitta tashab qo'yiladi. Shu bilan muammo yo'q. Mana bu bakteriyalarimiz bor, bular домашний hozir. Mana bu parashoklarimiz bo'lsa, bakteriyalarimiz u xonadonlarga домашний xonadonlarga. Ya'ni yer tualetlar. Yer tualetlar. Jaydari tilda aytganda. Mana biz bakteriyalarimiz turi ko'p. Mana bunaqa turlar, har xil turlari bor. Bular tosh, temirni ham yeydi. Любой narsa. Faqat shisha tolan endi. Shisha tolanni yemaydi xolos. Salafan, pampers bilan. Salafan, pampers tushib ketmasa, bu ish ko'rsatmaydi. Chunki buni sababi, buni teshigi va o'sish kerakligini kanalga o'tadigan o'shani bekitib qo'yadi. Ha, mabodo bekitib qo'ysa, mana shu majanni bu, mashinadan tortib tashasa, muammo yo'q ishlayveradi. Bemalol ishlayveradi. Xo'p, endi narxiga keladigan eng kichigi o'sha 5 kishilikdan 15 kishilikka o'tganimiz. Vodiy bo'ylab bo'lsa 8 million so'm. O'rnatib beramiz. Vodiydan tashqari kelishilgan o'rnida. Ha, dastlabki ustanovkasizda vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab ichida o'zimiz olib borib o'rnatib berishimiz 8 million so'm. Sizni obunachilaringizga 1 yillik bakteriyasini tekinga beramiz. Bonus. Bonus qilib beramiz. Ya'ni misol uchun men 5 kishilikda olsam, 5000 kishilikda olsam, 1 yillik bakteriya bor. 1 yillik bakteriya bor. Gap yo'q, xudo xolasa. Kelib ko'rib olaman yoki hamkorlik qilaman deganlarga biz turgan joy Namangan tumani Toshbuloq shaharchasi. Orientirimiz? Orientirimiz masjidimiz bor. Toshbuloq masjidining Kalsoy yonida. Xudo xolasa 100 metr, 200 metr bo'lsam, pastdagi nomerlarga aloqa etsan ham to'liq ma'lumotni akalarimiz berishadi aka, xudo xolasa. Qancha amayda aytdik, qolib ketgan savol. Aytdik mana bakteriyalarni xudo xolasa hamma turidan bor. Bakteriyalarga ham aloqaga chiqishadi deymoqlar, yetkazib berib, ishiga javob berib, o'zimiz dasturga qilib beramiz. Oldin narxini. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.